Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgdan keldi akalar. Assalomu alaykum akalar, singillar, opalar, mana bizlar Jamoliddin aka hali keldik. Sankt-Peterburg Yekaterinburgga kirdi chiqdi qildik. Mana xudo xolasa nasib bo'lsa boryapmiz. Kirdi chiqdini hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Olib kelib o'zlari taxlashtirib taksi masalani olib borib kelyapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Jamoliddinga xudo xolasa nasib bo'lsa murojaat qilaveringlar. Ishonardi. Problema bo'lmadimi akalar? Yaxshi kirib chiqdilarmi? Xudoga shukr, problema bo'lmadi. Bo'ldi, Jamoliddinga murojaat qilaveringlar. Ha, murojaat qilsinglar. Kirib chiqib mana qaytdik xudo Xudo xolasa. xolasa nasib bo'lsa mana qaytdik. 2 soatdan keyin aeroportda bo'lamiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa 2 soatdan keyin aeroportga bo'lamiz. Rahmat.